dehqonchilik bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimizga manaqa motorollar Xitoyda chiqibdi. Ya'ni bu yerda dorisini olib, tepadan sachkani anaqa ventilyatorliklari, qaranglar mana bunaqa ventilyatorli variantlari, ya'ni dori sachkani va undan keyin mana teparoq agar daraxtingiz balandroq bo'lsa, bunaqa sachib beradigan variantlari ham bor ekan. Bu hozir Xitoydamiz. Bu motorol. Eng qiziqarli joyi 3 tonna, 4 tonnali o'sha motorollar anaqa holatda ekan. Zo'ra. Ham rulli ekan, rulli bo'lar ekan, speedometri почти ko'rsatmas ekan. Mana shunaqa holatda 3 tali pedal ekan. Gaz, tormoz, plen, skorosti ham bo'lar ekan, demak. Mana joyda skorosti ham bo'lar ekan. Mana. Hop, 3 tali skorost va orqaga ursa bo'lar ekan. Mana shunaqa holatda. Aynechasi kichkinagina bo'lar ekan. Dehqonchilik bilan shug'ullanadigan akalarimizga rosa zo'r ekan. Egalari yo'q ekan, lekin yangiliklarda kuzatib olinglar. Endi mana shu kompaniya ekan. Endi mana shu kompaniyadan topib olaverasizlar. To'g'risi egalari umuman yo'q ekan bu yerda.